Shu to'xtab turish taqiqlangan joyda mashina qolib ketgan bo'lsa, evakuatorda kelib yo'l patrul inspektori olib ketishi mumkin, jarimalar. Bu qonunda belgilab berilgan, ya'ni to'g'ri, lekin u ishni qilishdan oldin avtoturargohlar tizimini to'liq yo'lga qo'yish kerak. Kafega kirsak ham pul to'lab kiramiz. Uni davlat belgilamagan bo'lsa ham o'zini istaganchiklari kelib turadi, oynangizni taqillatib, pul berasiz unga. Keyin restorandan chiqib magazinga kirasiz. Men mashinaga kirsam 10 ming bersam 10 ming so'mni mensishmayapti. Voy, sizga mashina minganga 10 ming so'm yarashmaydi deydi. Endi men maksimum bitta joy eshiting. Maksimum bolalarimni plashatkaga olib boraman, magazinga, restoranga olib boraman. 5 ta joyga kirsam 100 mingga yaqin plashatkani o'ziga pulim ketyapti. Oddiy xalq, masalan, taksi kira qilayotganlar bor. To'xtash belgilar qo'yilmagan joyga to'xtash mumkin emas deyapsizlar. U bechoralar parkovkaga kiradi, taksovat qilgan pulini parkovkaga to'lab chiqib ketadimi? Qozonini qanaqa qaynatadi ular?